O'zbekistonda 12 fevral kuni yana yomg'ir yog'adi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 12 fevral uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra payshanba kuni yana yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat ertalab Xorazm viloyatida ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja, sovuq kunduzi 2-3 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Cho'l hududlarida yomg'ir va qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 daraja ila kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja ila kunduzi 8-13 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja ila kunduzi 13-18 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja ila kunduzi 7-12 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, qor yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, qor ko'chish xavfi bor. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduz 0-5 darajalik bo'ladi.